Ve mana o'zlaring ko'rib turibsiz, jonimiz vashshi ko'p bolalar. Yeba. 255 lek 255 qilsak ko'natga uch ketasizlar. Shuning uchun 25 qilamiz hozircha. Qara 25 ta o'zi qanchalik sakrayman. Tushunasizlar? Ana 255 bo'ladi, bilaman. Yo, rostdan 255 bo'lib. Yugursam bolalar. What the fuck? Hay. O'zingni bos. Bugungi videoda biz Minecraftda juda ham kerak bo'ladigan, juda ham ko'p chetlarni bilib olasiz. Xullas, video juda ham qiziqarli bo'ladi va videoga like bosib, podpiska ham bosib qo'yish esdan chiqmasin. Biz esa videoni boshladik. Aytgancha, skilimda qanaqa o'zgarishlar bor? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Birinchi chetimiz bu jonlarni ko'paytiradi, ya'ni yuraklar ko'paytiradi. Mana bizlarda o'sha Minecraftdagi odatiy 10 ta yurakcha endi shuni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun albatta chetlar yoqib qo'yib, komandaga kiramiz. Xo'p. Xullas biz ham bunaqa qiyshiq chiziqcha teramiz va bunday deb yozamiz. Effect mana o'zi tepada o'zi chiqib turibdi. Kuchukcha S qilasizlar. Ya'ni o'zlaring bo'lsanglar S qilasizlar. Va bu yoqqa shunday deb yozasizlar. TH boss deb yozasizlar. Ana o'zlaring ko'rib turibsiz, o'yta turibdi. Bu os deb yozasizlar. Va sekundni yozasizlar. 9999 va 255, ya'ni eng ko'pi 255 dan oshiq bo'lmaydi. Va mana o'zlaring ko'rib turibsiz, jonimiz vashshi ko'p bolalar. Yeba. Bolalarni voy yotibdi-yu. Endi bu jon to'lishi ancha qiyin bo'ladi, chunki bilasizlar jonlaring kelsa to'lishi juda ham qiyin bo'ladi. Jonlaring tez to'lishini xohlasanglar, yana ikkinchi chetam ko'rsataman sizlarga. Ya'ni bo'ldi tushundim. Effekt yarog'i to'shnaqa, ya'ni kuchukcha AS regeneratsiya berishimiz kerak, to'g'rimi? Mana o'zi chiqib turadi, shunga qarab yozamiz. To'xtanglar, xato yozdim, mana. Dion ili vaqtini 99 qilasizlar, ko'proq bo'lishi uchun 4 ta 9 qilamanmi? 255 qilasizlar, eng baland 255 bo'ladi. Va mana regeneratsiya, jon vashshi tez o'lyapti. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Kommentariy hech qilish shart emas, buni men bilmaganlarga o'rgatyapman. Endi biz temir odam xalq keluvchi, biz vashshi 5 qo'lli odam, nima deyapman, 5 qo'lli odam hali Marvellar yo'q. Keyingi chetimiz juda ham qiziqarli va kulgili chetlardan bo'lib, biz yana effekt deb terib olamiz. Ya'ni keyingi chetimizni sakrashni kuchaytirib oladi. Ya'ni yana o'sha kuchukcha AS, jump, past chiziqcha, B osti va joy tashab turib sekundada 1 2 3 4 ta 9 qilamiz. Qancha ko'p bo'lishini xohlasanglar shuncha. Sizlarga kamroq kerak bo'lsa, vaqtini ham kamroq yozasizlar. Jump postib to'g'ri yozgandan keyin maksimalni 255 lek 255 qilsanglar ko'natga uch ketasizlar. Shuning uchun 25 qilamiz hozircha. Qarang, 25 ta o'zi qanchalik sakrayman. Tushunasizlarmi? 25 ta o'zi qanchalik uzoqqa sakrayapman. Jonim ko'pligi uchun bitta ham jonim ketgani yo'q. Biz hozir Terminatorga o'xshab, Minecraftda o'lmaydigan bo'ldik. Keyingi chetimiz esa sizlarni Sonic qiladi bolalar. To'p-to'g'ri eshitdinglar. Tez yuguradigan bo'lasizlar. Uning uchun sizlar speed deb yozarman. Speed deb yozasizlar, ya'ni tezlik va vaqtini 9 qilamiz. Buni ham 255 qilsak 3 ketamiz. Shuning uchun 55 qilib qo'ya qolamiz bolalar. 55 qilamiz mayli. Voy be, yomma-yo, uji ekran yebba. Yebba. Bunaqa tezlikni men umumda ko'rmaganman bolalar. Vashshi bunaqa chetlar Minecraftda hali tiqilib yotibdi bolalar. Bunaqa zo'r sizlar chetlar ko'rsatyapman, shuning uchun hozir kanalga obuna bo'lib qo'yinglar bor. Agar shuni 255 qilsanglar Minecraft chunki qila olmay qoladi. Keling shu eksperimentni hozir qilib ko'ramiz. Ana 255 bo'ladimi, yo'qmi bilaman. Rostdan ham 255 bo'libdi. Yugursam bolalar. What the fuck? Hay. O'zingni bos. O'tirgan holatda yursak-chi bolalar, o'tirgan holatda shuncha tez yuguryapman bolalar. Xo'p, qaranglar, 1 2 3 ketdi bolalar. Let's go. Mayli, jinni to'xtatamiz. Xuddi shunaqa qilib 360 gradusga aylanib olib uyimizga qaytamiz. Agar telefonlaring kuchli bo'lmasa, bunaqa qilib yurishni sizlarga tavsiya beraman. Bo'lsa Minecraft ot orish ham mumkin bo'lar. Nima deysizlar? Aytgancha, men bir yo'li uyimga qaytishim kerak, lekin bizni yana bitta sizlarga tutorial o'rgataman. O'zlaringizni o'ldirmoqchi bo'lsanglar, chatga kill deb yozasizlar va bitta joy tashab turib, paq qaytasizlar, o'lib qolasizlar. Ham uylaringiz spam bo'lasizlar, ham effekt ham yo'qoladi bolalar. Let's go.
Xullas video shu bilan tugadi. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bunaqa cheatlarda Minecraftda millionta mana aytib 3-4 tasini ko'rsatdim xolos. Ikkinchi qismi chiqsin xohlasanglar, albatta like bosib, podpiska ham bosib qo'yinglar. Aytgancha kommentda ham yozinglar, komment kim yozar boshqa sizlardan boshqa.